doim qovog'i soliq, ko'zlari uyqusizlikdan shishgan holda yurardi, deydi bir tanishim. Telefon go'shagini yelkasi bilan qulog'iga qistirib, kim bilandir gaplashgan edi. Onajon, menga ham bir qarang, qornim ochdi. Bo'ldi qizim, jim o'tirib tursang-chi, degan javob eshitardim har doim ulardan. 3 daqiqa ichida apil-tapil qaynatilgan makaronni oldimga qo'yardilar-da, "Ol, yeb ol" derdilar. "Oyi, qarang, chiroyli rasm chizdim." "Yaxshi" deb beparvogina o'tib ketardilar. Kechalari yig'lasam sababini hech qachon so'ramasdilar. Quvnoq yursam ham "Nima bo'ldi?" demasdilar. "Oyi, imtihondan yaxshi o'ta olmadim" deyman, yig'lamsirab. "O'zing tayyorlamagansan, o'zing aybdorsan" dedilar oyim. "Oyijon, tizzangizga bosh qo'yib yotsam maylimi bugun?" "Qizim, hozir ishim ko'p, keyin yotasan." Avvaliga onamni ayblardim doim. Lekin bilasanmi, ona bo'lib buni tushunib yetdimki, onam baxtsiz ekanlar, deydi menga u. Onam dadamdan mehr-e'tibor kutardi, ammo kutganini hech qachon ola olmasdi. Oynada hattoki o'zini ko'ra olmagan onam meni ham ko'ra olmasdi. Onalar baxtli bo'lmasa, ular soyaga aylanib qolar ekanlar. Onalari baxtiyor oilada esa bolalar ham baxtiyor